Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Qur'on o'qish darslarimizni davom etamiz. Bugun darsimizni 7-qismi. Demak, darsimizni boshladik. O'tgan darsda vav va ha harflarini o'tgandik. Darslarimizni takrorlaymiz. Demak, bu vav harfimizni mahraji lablar oldinga sal cho'zilib va deb aytilardi. Qovun degandagi v harfiga o'xshardi. Demak, boshladik. Va, vi, vu, au, rov, nav, lav, varom, vatar, vaman, valan, valam, vakam, avlu, rovmu, yovmu, kavnu, vaylu, vaznu, vaznu emas, vaznu, 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 kavkab, mavkib, avlamtum, avtartum. Demak, farqi avtartum emas, balki avtartum. Keyingi harfimiz bu ha harfi edi. Demak, halqumning tagidan chiqardi bu harf. Mahraji hech qanday to'siqqa uchramasdan chiqib ketardi. Demak, ha deganimizda kindigimiz ichkariga tortilardi hozir. Demak, ha, hi, hu, ah, hab, ham, hal, huwa, hiya, hum, zuh. Ha harfi sukun bilan kelganda zuh, zuh shunday o'qiladi. Aham, vahab, lahab, vaham, lahum, bihim, minhu, minhum, ilayhi, ilayhim, amhilhum. Harflarimizni takrorlab oldik. Yangi harf o'tamiz. Bugungi birinchi o'tadigan harfimiz bu fa harfi. O'zbek tilidagi f tovushi kabi o'qiladi. Demak, so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida ko'rinishi. Fa, fi, fu, af, fam, fan, kaf, falak, kafan, nafar, nafru, fawzu, fahmu, fikru, zifru, kiflu, fulful, nawfar, nawfal, fahima, yafhamu, ifham, iftatana, yaftatinu, iftakara, yaftakiru. Takrorlaymiz. Fa, fi, fu, af, fam, fan, kaf, falak, kafan, nafar, fawru, fawzu, fahmu, fikru, zifru, kiflu,
ful, نوفل، فهيم، يفهم، افهم، افتتن، يفتتين، افتكر، يفتكر. Keyingi harf bu qof harfi. O'zbek tilidagi q tovushi kabi. Bu qof harfi yo'g'on harflardan hisoblanadi. Demak, yo'g'on harflardan keyin a emas, fatha kelsa o deb o'qiladi. Fa harfiga o'xshash buni ikkita nuqtasi bor. So'zlarning o'rtasida kelganda shu nuqtalardan farq qilinadi. Demak, qo, qi, qu. Yo'g'onroq o'qiymiz. Qo, qi, qu. Aq, zuq, qin, qul, qum, qif, qih, qol, bu, qoblu, hav, qu. Demak, f harfi so'z boshida ko'rinishi bir xil, faqat nuqtalardan farq qilamiz. F harfini bitta nuqtasi, qof harfini ikkita nuqtasi bo'ladi. Favqu, qolam, qomar, laqob, qum, iqtaroba, yaqtaribu, inqolaba, yanqolibu. Demak, farqi kadar. Bu yo'g'on harf, qof harfi bu ingichka harf. Buni farqi kadar, qodar. K harfidan keyin fathani a deb o'qiymiz. Yo'g'on harf qof harfidan keyin o deb o'qiymiz. Kadar, qodar. Falak, faloq. Falak, faloq. Yo'g'onroq o'qiymiz. Demak, bu oxirida kelishi falak. Faloqu. Yo'g'on qo deb yo'g'onroq o'qiymiz. Farqu, farqu. Takrorlaymiz. Qo, qi, qu. Aq, zuq, qin, qul, qum, qif, qih. Bu ha harfida yumshoqroq qih. Qolbu, qoblu, favqu, qolam, qomar, laqob, qum, iqtaroba, yaqtaribu, inqolaba, yanqolibu. Kadar, qodar. Falak, falaqu. Farqu, farqu. Demak, qo harfi qalqala harflarga kiradi. Buni tajvid darslarida o'rganamiz. Bugun darslarimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.